Mavzuni esa Qo'qon shahrida amalga oshirilayotgan amaliy loyiha bilan davom ettiramiz. 84 ta ko'p qavatli uy, ijtimoiy soha va xizmat ko'rsatish obyektlari. Qo'qonda Yangi O'zbekiston massivi qurilishining birinchi bosqichi yakuniga yetkazilmoqda. Mas'ullar tomonidan ko'p qavatli bino va inshootlar xavfsizligini ta'minlashga e'tibor qaratilyapti. Tafsilotlar hamkasbimiz reportajida. Ayni kunlarda Qo'qon shahrining Aziztepa mahalla fuqarolar yig'inidagi Mavara-u-Nahr, Xo'jand, Istiqlol ko'chalari kesishmasida joylashgan 34.2 gektar maydonda Yangi O'zbekiston massivi bunyod etilmoqda. Hozirda birinchi bosqichda qurilishi belgilangan 56 ta 4394 xonadonli uy-joylarda qurilish ishlari yakunlanmoqda. Shu kungacha ushbu obyektlardan 2014 xonadondan iborat 25 ta uy-joylar foydalanishga topshirildi. Qolgan uylarda ichki va tashqi pardozlash, jihozlash hamda tashqi obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Foydalanishga topshirish choralari ko'rilmoqda. Uy-joy, bino va inshootlarning qurilish sifati tegishli idoralar va jamoatchilikning nazorati ostida olib borilmoqda. Salobatli, o'ziga yarasha go'zal, butun infratuzilmasi mavjud bir joyga aylanyapti. Bu albatta bu Qo'qonimiz uchun juda katta tuhfa. Biz davriy ravishda kelib turamiz. Nuroniylarga prezidentimiz bu bizga bir yuksak topshiriq berganlar. O'sha nazoratni olinglar deb bizda o'sha mutaxassislar bor, quruvchilarimiz bor, pensionerlar. Ularda biz fikrlarga xulosalarimiz. O'shani xulosa chiqaramiz bu qurilishlar. Prezidentimiz aytganlaridek bu Qo'qonga bir ajoyib qiyofa, qadimlik ham yangilik, modern uslublari uzviy bog'lanib, o'sha me'morchilik jihatdan ham bir ajoyib husn berdi. PF66 prezidentimizning farmonlariga binoan obyektlarimiz to'liq kameralashtirilgan. Inspeksiyamizning operativlash shtabiga bog'langan bo'lib, hozirgi kunda qurilishda aniqlangan kamchiliklar sun'iy intellekt orqali ham nazoratga olinadi. Va bu sun'iy intellekt aniqlagan kamchiliklarimiz operatorlar shtabiga kamchilik sifatida ogohlantirish bo'lib boradi va avtomatik ravishda o'zi tizim orqali yozma ko'rsatma beradi. Boshqa hududlardagi massivlardan farqli o'laroq qadimiylik, zamonaviylik va navqironlik uyg'unlashgan holda qo'qonliklarga xos zargarona yondashuv bilan qurilmoqda. Bu massiv, bu mavzeni qo'qonliklar Yangi Qo'qon nomi bilan atamoqdalar. Boisi bu ulkan qurilish maydoni foydalanishga topshirilganida Qo'qon chinakamiga yangi, butunlay boshqacha qiyofaga kiradi. Yangi O'zbekiston massivida 84 ta 10, 12 va 16 qavatli uylar qurilishi pirovardida qo'qonlik 6338 ta oila o'z xonadoniga ega bo'lishi rejalashtirilgan. Shuningdek, biznes markazi, 1650 o'rinli umumta'lim maktabi, mehmonxona, savdo va ko'ngilochar markazi, oliygoh uchun bino va yotoqxona, 2 ta ko'p qavatli avtoturargoh, boshqaruv servis kompaniyasi binosi qurilishi ko'zda tutilgan. Massivning markaziy qismida tashkil etiladigan saylgoh esa yashil hududlari bilan odamlarning bahru dili ochiladigan maskan bo'ladi.